Respublika bo'ylab jinoyatchilikning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash, shuningdek yo'l transport hodisalari sonini kamaytirish maqsadida joylarda o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik oyligining 3-bosqichi davom etmoqda. Navbatdagi profilaktik reyd tadbirlari Chirchiq shahrida o'tkazildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Dastlab mas'ullar tomonidan ishtirokchilarga zaruriy ma'lumotlar yetkazildi. Jarayonda ichki ishlar tizimidagi barcha sohaviy xodimlar ishtirok etdi va ularga fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash, ular bilan xushmuomala bo'lish, huquqbuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda chora ko'rish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalar to'g'risida aytib o'tildi. Shundan so'ng barcha kuch vositalar belgilangan hududlarga xizmat olib borish uchun jo'natildi. Shu kungi tadbir mobaynida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan qoidabuzarliklarni aniqlash borasida reydlar olib borildi va bir qator qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Guvohi bo'lganimizdek, reydlar davomida asosan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan avtomobil boshqargan haydovchilar aniqlandi. Ularga nisbatan tegishli choralar ko'rilib, jazo muqarrarligi ta'minlandi. Shu kungi reydlarda 50 ga yaqin transport vositalari jarima maydonlariga joylashtirildi. Bu kabi tadbirlar viloyatning boshqa tuman shaharlarida ham davom etmoqda.